هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Aziz muhtaram Müslüman qarindoshlarimiz, biz bugün her bir qaysimizlarga ahlak temasininki davamı bo'lgan dersimizni sunmoqchimiz. Biz bu dersimizning davomida yana sabr to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz. Biz sabr to'g'risida tafsiliy to'xtalishdan burun mushu sabr hukumininki şeriatdagi o'rni, islomdagi o'rni, zada hozirgichilik Uyghur Müslümanları mushu sabr meselesini qanday tushunib keldi. Biz bu noktada ma'lum tushunchalarni berib o'tamiz. Sabrı biz Uyghur Müslümanları tushunib kelgandek, yani javri jafolarga, qiyinchiliklarga uchragan vaqtida tugilib, yetilish degan ma'noda kelmaydi. Cho'qim sabri yani özünün dini hizmetlerinde, davetlerinde ve İslami faaliyet meşgulatlarında izchillikni saqlash. Yani Allah yolunda kelgan musibetlige, haq ve haqni icra qilish jarayonlarida uchragan qiyinchiliklarga bardosh berib, özünün yolunu, yana özünün qurbi yetgan miqdorida davomlashtirish, mana bu sabr. Bundaq qilib aytgan vaqtida bir musulmon haq yo'llarida haqni deganligi uchun, haqni yozganligi uchun, haq mashg'ulotlar bilan shug'ullanganliklari uchun mana bu kishining o'ziga har xil shakldagi kulfatlar, qiyinchiliklar, musibatlar mana bu kishining o'ziga kelishi mumkin. Endi bu haqni degan, haqni ijro qilgan, haqni yetkazgan jarayonida kelgan musibatlarning o'ziga endi bu kishining o'zi sabr qildim deblam bo'ldilar deb tamoman o'zi qilayotgan faoliyat mashg'ulotlardan voz kechib tugilib yetib olishning o'zi mana bu shariatda ko'rsatilgan sabrning o'zi emas. Sabri biz yuqori deganimizdek, biz haqni deganligimiz uchun turmular qamalishimiz mumkin. Haq yo'lda manganligimiz uchun hatto nurg'unlagan kulfat, qiyinchilik, ahonat, aziyat, nurg'un dishvorchiliklarga biz yo'liqishimiz mumkin. Biz haqni deganligimiz, haqni yozganligimiz uchun hatto bizga tosh otadigan, bizning oldi-keynimizda har xil o'sak so'zlarni taqitadigan, eng oxirida hatto o'zining qarqulni suvaydigan mana mushundaq insonlarmi ham chiqishi mumkin. Ana bu yerdagi masala nima degan chaqda, mana bu nim bo'lsa, siz bir yo'lni, mushu haq yo'lni, mushu ulug' muqaddas Qur'oni Karim va hadis Rasulning ko'rsatmasiga uyg'un bo'lgan yo'l deb siz bir yo'lni tanlagan bo'lsangiz, shu yo'lning o'zida izchillikni saqlaysiz. Davomli turda siz kelgan kulfatlar, haqoratlar, besimlar, qiyinchiliklarga siz bardoshlik berib, levingizni tishlab, yana shu yo'lda davomlashib mangasiz. Mana bu sabr. Shu sababdan ulug' muqaddas Qur'oni Karimda Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas bütün ehli İslam'a, barcha müminlarning o'ziga xitob qilib, ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu vattaqullah la'allakum tuflihun. Mana bu oyatning o'zida Alloh taolo nima da'vatidi? Ey mu'min bo'lgan kishilar, hey iymon etgan kishilar, iymoni va e'tiqodi va insonlarga ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu buyruqni beryapti. Ey iymon etgan kishilar, sizlar sabr qilinglar. Sabrjon bo'linglar, chidamjon bo'linglar deyapti. Mana bu sabrning o'ziga aloqador bo'lgan Qur'oni Karimda kelgan oyatlar naydi ko'p. Ammo bu oyatda deyilayotgan sabri qanday ma'no mazmunlarni ifoda qiladi, qanday tushunchalarni siz bizga beradi. Alloh taolo mana bu mu'min bo'lgan kishilarga nima da'vatdi? Ey mu'min bo'lgan kishilar, sizlar sabrjon bo'linglar. Sizlar tamkin bo'linglar, sabr qilinglar.
deb Alloh taolo mana bu oyatning o'zida sabr qilishga, tamkin bo'lishga va haq yo'lda kelgan qiyinchilik, musibatlarga, javr jafoliga bardosh berib, o'zining diniy xizmatini, diniy da'vatini, diniy mashg'ulotini haq yo'lda kelgan mana bu qiyinchiliklarga pisanat qilmay izchillashtirishga Alloh taolo mana bu oyatning o'zida buyruq beryapti. Shu sababdan jumhur ulamolar va mufassir olimlar mana bu oyatdagi sabrni bundaq 3 nuqtaga bo'lib bayon qilgan. Ya'ni as-sabru ala ta'atillah. Allohga itoat qilish ustida sabr qilish. As-sabru an ma'asiyatillah. Allohga asi bo'lishdan, gunoh ma'asiyatlardan sabr qilish. As-sabru ala aqdarillah. Allohning o'rinlashtirgan taqdirlariga, Allah va Allohning o'rinlashtirgan taqdirliga va sizga shu haq yo'lida kelgan musibat, qiyinchiliklarga mana bu bardosh berish. Mush 3 nuqtaga bo'lib mufassir olimlar yuqorqi shu sabr hukmining o'zini mana bu shaklda bayon qilib o'tgan. Anda vaqtida biz Allohga itoat qilishga qanday sabr qilamiz? Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda namoz o'qishga buyurdi, ro'za tutishga buyurdi, zakat berishga buyurdi va o'zimizning kishiligimizni o'ngshab, o'zimizning nachar tabiatlarimizni butunlay tozalab, mana har jihatlarda samimiy, rostchil, oqko'ngil va boshqalarning manfaatini o'ylaydigan, boshqalarga kuyinadigan va o'zining mu'min musulmon birodarlarining manfaatini birinchi qo'yib turib yashaydigan mana mushundaq musulmon bo'lishga, mushundaq bir mu'min bo'lishga Alloh buyruq qildi. Mana bu buyruqlarni ijro qilish jarayonida insonga nisbatan o'zining ko'nab qolgan odatlarini, o'zining xuy-paylilarini tuzatmak unda o'ng'ay emas. Masalan, mana biz Allohga ishongan bir mu'min bo'lish, Allah va Allohning amr farmonini ijro qiladigan bir musulmon bo'lish salohiyatimiz bilan biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda ala davom shu Allohning buyrug'ini ijro qilishimiz kerak. Attiganlar qo'qqimiz kelmagan, bundat namozlar qo'qqimiz kelmagan, hatto shu qadar suv-sug'oq biz safar ustunlarida va boshqa yerlarda mana shu ibodatni qilishga to'g'ri kelgan vaqtida biz shu ibodatlarni ijro qilishda hech qanday bir hururlik tabiatiga o'rin qo'ymasligimiz kerak. O'zimizdan Allohni yaxshi ko'rganligimiz uchun, Allohga bo'lgan mehr muhabbatimiz kuchli bo'lganligi uchun, Allohdan qo'rqqanligimiz uchun, Allohning amr farmonini ijro qilish idisi va e'tiqodi bizning qalbimizda mujassam bo'lganligi uchun biz mana bu uyqudan kechalishimiz kerak. Shu sug'oq sularda tarafni ilib joy namozga chiqa olishimiz kerak. Biz ko'nab qolgan qo'y-paylarimizni o'zgartib, tilimiz davomli yolg'onga, g'aybatga odatlanib qolgan bo'lsa, bu tilimizni o'zgartib, rostchillikqa va musulmonlarga foydasiz quruq gaplarni qilmaslikqa odatlantirishimiz kerak. Mana shuning hammasi nimani talab qiladi desa, ya'ni izchillikni talab qiladi. Bardosh berishni talab qiladi. Ya'ni shu musulmonning o'zidan cho'qim mana o'zini o'zi kontrol qilishni, tizginlashni, shu Allohga itoat qilish jarayonida shu qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan, chidiy oladigan, Allohning rizosini ko'zlagan ideya mana bu musulmonning o'zida mavjud bo'lganligi uchun Alloh ajr berdi. Allah savob beradi. Men ma javr jafoga, ma qiyinchiliklarga bardosh berib turib, ma uyqumdan kechib turib, men vaqtlik ma rohat farog'atdan kechib turib, men mana bu ibodatni ijro qilsam, mana bu amalni ijro qilsam, buning oxir ko'rinishida men tasavvur qilib boqmagan, men o'ylab boqmagan katta baxt saodatlar meni kutib turibdi deyalaydigan. Men ana shu mangulik baxt saodatni qo'lga keltirish uchun, mangulik huzur halovatga erishish uchun men cho'qim qurbon berishim kerak. Mana bu uyqulimdan kechishim kerak. Mana bu o'zimning iqtisodlarini ham Allah yo'lida ham sarf qila olishim kerak deyalaydigan va buni o'zining amaliyatida, amaliy faoliyatlarida ijro qila oladigan bo'lish, mana bu Allohga itoat qilishda sabr qilish. Masalan, alaylik Allah subhanahu va taolo va taqaddas Qur'oni Karim orqali hech qachon insonlar uni ijro qilolmaydigan, insonlar uning huddasidan chiqolmaydigan buyruqning hech birisiga buyurmadi. Qur'oni Karimda Allah subhanahu va taolo buyurgan tamom buyruqlar insonlar uning huddasidan chiqa oladigan buyruqlar. İnsanlar uni ijro qila oladigan buyruq. Biz qachoniki Allah buyurgan shu buyruqlarni
yana sabrchanlik bilan şunuga bardosh berish ideyasini yetildirish bilan biz shu itoatni ijro qila olsak, yana o'z joyida namoz o'qiy olsak, ro'zani kamol tuta olsak, Alloh rizosini ko'zlab turib va o'zimizning xususiy taqvolik qilgan nafl navafil amal ibodatliga ahamiyat bera olsak, yanomliq amallarni to'g'ri ravishda ijro qila olsak, mana biz bu itoat ustida sabrdan iborat bu narsani amillashtirgan, buni ro'yobga chiqara olgan bir mu'min musulmonga aylana olamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunda bir haqiqatni o'tirib qo'ydi. Man kana yarjullah va man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan va la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Shunda bir oyat bor. Allah bu oyatda nima deydi? Kim o'zining Rabbiga muloqot qilishni, Rabbi bilan yana uchrashishni nuroniy yuzli bilan bir mu'minlik salohiyati bilan Rabbi bilan uchrashishni umid qilsa, orzu qilsa, bu odam yaramli amalni qilsin dedi. Va qilayotgan ibodati jarayonida Allohga hech kimni, hech narsani sherik qilmasin dedi. İnsan tabiatida uni buni ulug'lab qo'ydigan, o'zining nafs xohishining keynidan so'kildab qo'ydigan va inson tabiatida ashundoq manfaatni birinchi o'ringa qo'yib so'kildab qo'ydigan ahvollar mavjud. Ammo inson qanday qilish kerak? İnson Allohga itoat qilish ideyasi va e'tiqodi asosida Alloh buyurgan buyruqlarni ijro qilishda mana bu chidamjon bo'lish kerak. Ya'ni chidamjon bo'lish kerak. Bardosh berish tabiatini yetildirish kerak. Shuning uchun mana jumhur olimlar, ko'pchilik olimlar va shundaqla mufassir olimlar yuqorqi oyatdagi ya ayyuhallazina amanu sabiru, ya'ni ey mu'min bo'lgan kishilar, sizlar sabr qilinglar degan bu oyatdagi sabrini birinchi turida mush Alloh itoat qilishga sabr qilish deb birinchi turini mush shaklda bayon qilgan. Masalan, bugungi kunning o'zida sizlar bizga o'xshagan musulmonlar yoki chet elda va xalqaroning har qaysi rayonlarida yashagan musulmonlar mana shu o'zining yurtlaridan va boshqa yerlardan unda ason ayrilgisi yo'q. Agar shu yurtda yashasangiz ya munofiqona ya boshqa ana shunday gunoh ma'siyatlarga zo'rindigan ahvollar bo'lishi mumkin. Ammo siz mana bu Allohning rizoligini ko'zlaganligingiz uchun, Allohga haqiqiy ravishda itoat qilganligingiz uchun siz livingizni tishlab turib mana bu itoatga sabr qilasizda, mana bu hijrat ibodatini qilasiz. O'zingizning iymonini qo'llash, e'tiqodingizni qo'llash, musulmonligingizni qo'llash uchun ikkinchi bir diniy ibodatingizni Qur'on sunnatga uyg'un va o'lchamlik ijro qila olgudek bir rayoningizga mana siz shunday o'zingiz ko'nab qolgan rayondan vaqt bo'lsa-mu yere qilib chiqsiz. Nemishqa Allohga itoat qilishdan iborat bo'lgan bu tabiat sizda kuchga keldi. Ve şundaqla siz şu ibadatni icra qilishda sizda savrjonlik bo'lmaydigan sho'lab qolsa, mandanda siz o'psanisiz, qaqshaysiz, zarlanisiz. Nemishqa bu inson bu her qandaq bir insonning o'zining yurtidan ayrilgan bo'lsa va yoki bo'lmasa o'zining issiq yo'qqanlari, issiq oilasi, chiroyli bola vaqtlari va boshqa narsalardan unda asan kechkilik asan ayrilmaydi. Ammo iymon, musulmonlik ve musulmonligingizni qo'llash uchun qanday qilasiz? Vaqtliq mana siz shu musulmonligingizni qo'llay olgudek bir imkoniyatni ham shu tuproqdan shu musulmonlikqa qo'llay oladigan bir sharoitni hozirlash uchun siz puxta tayyorlik qilish maqsadingizni ham ijratga tanlaysiz. Shuning uchun biz buning oxir ko'rinishiga ham o'tmaymiz. Xolos kalam mana bu yerda Alloh itoat qilishga sabr qilish, bu Allohning buyruqlarini ijro qilishda, Allohning amr farmonini o'rindashda, Allah farz qilgan amal, Allah farz qilgan buyruqlarni o'rindashda cho'qim sabrjon bo'lish, haqiqiy bardosh bera oladigan izchillikni saqlash, mana bu olimlar sabrining to'rining birinchi to'rini mana bu shaklda bayon qilgan. Endi ikkinchi olimni yana mushu sabrini to'rga bo'lganda, sabrining ikkinchi turi bo'lsa as-sabru an ma'siyatillah, yani Allohga asi bo'lishdan sabr qilish. Yani insan tabiatida shundoq esil yeysan bo'ladi, esil kiysan bo'ladi deydigan tabiat har vaqt mavjud. Hatto inson tabiatida tamomlik yolg'onga odatlanib qoldigan, rahat farog'at tug'ilishib qoldigan bu tabiatlar hali davom mavjud. Nima uchun? İnsanning ruhi ko'kdan, jismi bo'lsa tuproqdan berilgan bir maxluq. Anda bo'lganligi uchun insonda oliyjanob tabiat ham bor,
hem insanda numussuz ve peskeshlikka söylep turduğan insanni, şununla söylep tartıp turduğan yana tabiat insanda mevcut. Bak, şunun için insan ve insanın ruhiyatida hem âli-cenab ruh bilen ikkinci yana şeytani ruh bu yerde devamlı bir-biri bilen jangi jidal oynaydı. Şunu biz mana shu Allohga haqiqiy ravishda iymon etgan, haqiqiy ravishda biz Allohning nusratiga muvaffaq bo'lishni o'ylagan bir mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsak, biz u holda bizning vujudimizni mavjud bo'layotgan shaytonning vasvasalariga, shaytonning quluqiga ve kalbimizde mevcut bulayotgan her xil şekildeki ana shundoq nafsani xohishlarga biz o'rin qo'ymasligimiz kerak. Hey nafsim, buncha bo'laq ketishning o'rni yo'q. Sen bu vaqtlik rahat faragat uchun, vaqtlik hayotligingda sen bu bedeller, bu qurbonlarni berib, bikadin bikar Rabbinga asikarlik qilsang, Rabbingning buyrug'ini ijro qilmasang, Rabbinga asi bo'lgan ishing bo'lsa, ma xatolik, ma gunoh, ma'siyatni sodir qildigan ishing bo'lib qolsa, sening oqibatdagi hayoting mangu baxtsizlik bo'ladi deb turib, mana bu inson o'zining nafs ustidan g'olib kelishi, o'zini kontrol qildigan bo'lishi va o'zining hissiyatini boshqarib haqiqiy ravishda Alloh qul bo'ladigan bir holatni barpo qilishi mana bu ma'siyatligi sabr qilish hisoblanadi. Agar inson o'zining nafsini qo'yib o'tadigan ish bo'lib qolsa, agar inson o'zining xohishining keynidan so'kildaydigan ish bo'lib qolsa, bu inson tuymaydiki dunyoda uning qo'lidan har balo keladi. Shuning uchun o'zining Rabbidan qo'rqmagan insondan inson qo'rqish kerak. Chunki uning qo'lidan har balo keladi. Jasuslik shuning qo'lidan keladi, munofiqlik shuning qo'lidan keladi, o'zining musulmon qarindoshlarini setish shuning qo'lidan keladi. Nemishqa u Rabbidan qo'rqmaydi u. Rabbidan qo'rqmagan inson o hem xiyonat qila oladi, hem musulmonga bir-biriga qarshi qilib qo'ya oladi. Musulmonlarning o'rtasida har xil tafriqa bo'linishlarni paydo qila oladi. O'zini uchun, o'zining shaxsiyati uchun, o'zining shaxsiy manfaati uchun uning qo'lidan har balo keladi. Shuning uchun inson qanday qilish kerak? O'zining nafsi xohishi ustidan g'olib kelish kerak. Biz dunyoda o turmu cho'ng, bu turmu katta, o turmu qo'rqinchlik deganga o'xshagan shuarlarni to'laymiz. Ammo inson hayotida shu insonning nafsidanmi o'ta katta turmu yo'q. Biz bu turmudan chiqishimiz kerak. Bu nafsimizdan qutulib chiqishimiz kerak. Bu nafsining kontrolligidan, bu nafsimizning iskanjisidan qutulib chiqishimiz kerakki, biz mana bu nafsi quturtayotgan yo'llig'i minib qolmasligimiz kerak. Buni ustidan g'olib kelishimiz kerak. Buni kontrol qilishimiz kerak. Buni kontrol qilgan vaqtimizda Allohga osi bo'lishdan biz saqlanib qolamiz. Her bir yolda çokum halal haramni o'lcham qilib, to'g'ri xatoni o'lchar qilib, Qur'on, hadis va uning prinsip mizoni asosida o'zimizning hayotini qiliblashtirib minishga albatta muvaffaq bo'la olamiz. Shuning uchun mana bu ma'siyatga sabr qilish degan chaqda inson tabiatida biz yuqori degandek har xil nomuvaffaq xato yo'llarga, xato ishlarga, xato faoliyatlarga insonda uning intilib turadigan tabiatning mavjud bo'lishi bu barhaq masala. Ammo inson chuqum Allah'tan korkadigan bir kalp, Allah'a işinadigan bir kalp ve Allah mening Rabbimdir degan bir iman uningda mavjudlik bo'ladigan bo'lsa, mana bu insonning o'zi chuqum halol yashashni ve o'zininki nafs xohishini qululashni o'ziga halol yashashni asos qilib turib, nafs xohishini qululashni o'ziga yot hisoblaydi. Ve u gunoh ma'siyatlar ustida her qancha shu xatolikni sodir qilg'isi kelsimi, o'zini kontrol qilib oladi. O'zini tizginlay oladi. O'zini boshqara oladi. O'zini boshqara olgan inson, o'zi ustidan g'olib keladigan inson va o'zini yengalagan inson katta natija va utuqlarni o'zining hayotida ro'yobga chiqara oladi. Yana jumhur olimlar, ko'pchilik olimlar mana bu sabrning 3-chi turini bayon qilgan vaqtida mana shu as-sabru ala aqdarillah. Allohning taqdiriga bo'ysunish. Ana bu yerda Allohning taqdiriga bardoshlik berish. Alloh taolo insonga nisbatan o'ylamag'ayyadan iqtisodiy qahatchiliklarga, o'ylamag'ayyadan jismoniy talafotlarga, o'ylamag'ayyadan insonga nurg'unlagan imtihon sinoqli kelishi mumkin. Ammo inson çokum bu yerde ben muşunda qilmagan bo'lsa muşunda olmaydı. Ben bunda davamlıq qaqşaydigan, davamlıq yig'laydigan, davamlıq zarlanıp, ümitsizlanib, tushkunlashib, bel qo'yib o'tadigan bu xil nachar kayfiyatdan inson chiqish kerak.
Agar shu insonga nisbatan bir musibat, bir qiyinchilik yetsa, u cho'qim yana bardosh berib, cho'qim u yana chidamjonlik bilan o'zining yo'lini davomlashtirish kerak. Uning bir putidan ayrilib qolgan bo'lsa, yana bir put bilan mengishni bilish kerak. Agar ikki putdan ayrilib qolgan bo'lsa, o'milab mengishni bilish kerak. Agar u ko'zidan ayrilib qolgan bo'lsa, yana hastaya qilib mengadigan ana shunday holatni shakllantirish kerak. Demak, bu hargizmi endi mening qo'limda hech kelmaydigan bo'lib qoldi. Men hech nimishqa. Chunki inson o'zining boriga ham qanoat qilish, shukr qilish va shuning bilan birga mana bu insonning o'zi Alloh o'rinlashtirgan Allohning taqdiriga, Allohning qazosiga har vaqt sabr qila oladigan, chiday oladigan va uningga bardosh berish natijasida o'zining yo'lini davomlashtira oladigan, izchillashtirib oladigan bo'lish mana bu sabr aziz birodarlar. Bu sabrni mana bu shaklda tushunishimiz kerak. Shu sababdan Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu oyatning o'zida ya ayyuhallazina amanu sabiru. Ey mu'min bo'lgan kishilar, sizlar sabr qilinglar. Chidamjon bo'linglar sizlar. Deb bo'lib vasabiru, sizlar shu qadar chidamjon bo'lishinglar. Din dushmanlari, sizlarning dushmanlaringiz sizlarni yo'qotish uchun qanchalik chidamjon bo'lgan bo'lsa, sizlar uningdan o'ta chidamjon bo'linglar. Mana bugun ko'rib turibmiz. Dunyoda bizni dinsiz qilish uchun, islomiy axloqdan ayirish uchun, bizning kishiligimizni butunlay xonavayron qilib o'tish uchun, dunyoda sest o'tish uchun o'zgalar nimalarni qilmayotdi? Nimalarni qilmayotdi? Qanchilg'an ana shunday chidamjonlik bilan nurg'un jasus, nurg'un insonlarni ishga silib, nurg'un mablag'larni silib, nurg'un pullar bilan insonlarni setib olib, sizlar bizning ichimizga silib, sizlar bizni sestishga tirishyapti. Hatta mana shu dinsiz qilish uchun, imonsiz qilish uchun, islom va uningki ruhiyatidan yiroqlashtirish uchun o'zgalar qanchilg'an mablag' solib tirishchanlik qilgan bo'lsa, siz haq yo'llarda ham shu qadar zabardast turishingiz kerak. Alloh taolo vasabiru, bu sabir ikki tarafdan bo'lgan narsa. Çoxum din düşmanlar sizni yo'qotishga qanchalik bardosh berdi. Nimalarni ishlab chiqarmadi? Nima tadbir, nima texnikalarni ishlab chiqarmadi? Nima internet dunyolarida har xil uchur, yolg'on xabarlarni taqib sizning kallangizni har xil taraflarga borashga tirishyapti. Mana bugun siz qanday qilyapsiz? Kimga ishonishni, nada, nima ish qilishni, kimning kayniga ergishishni bilmayapsiz. Xolos kalam, siz shu kafirlarning alqinida o'ynayapsiz. Nimishqa? Shular sizni ashundaq qilish uchun, sizni arzimas bir insonga aylantirib o'tish uchun, qo'lingizdan hech kelmaydigan bir inson qilish uchun mana bu mablag'larni soldi. Ha shu mablag'larni selish natijasida musulmonga ishonmas qilib o'tishtirishayotdi. Musulmonlarning saflarini, musulmonlarning birligini bilish uchun tirishyapti. Yani mushundaq holatlar o'tirib chiqayotgan bir sharoitda cho'qim musulmon qanday qilish kerak? Aqlli bo'lish kerak, hushyor, chechan bo'lish kerak. Shuning bilan birga din dushmanlari sizni yo'q qilish uchun, sizni dindan yiroqlashtirish uchun, sizni o'ziga o'xshash mushrik, o'ziga o'xshash kafir, o'ziga o'xshash dinsiz qilish uchun qanchalik mablag' solib, qanchalik chidamjon bo'layotgan bo'lsa va uning go'mashtlari va uning ana shunday setilma malaylari sizni va sizga o'xshagan mu'min musulmon qarindoshlaringizni yo'q qilishda malaylikda qanchalik chidamjon bo'lgan bo'lsa, siz uningdan nechasi chidamjon bo'lishingiz kerak. Mana bugun ko'rib turibmiz. Nima shuni qilyapti, kechilar uxlamayapti, ko'cha charlayapti, uylaringizni charlayapti. Siz shu vaqtlarda hatto uxlayotgan bo'lishingiz mumkin. Alloh taolo mana shu payg'ambar alayhisolatu vasallamning muborak hadisida bayon qilinishicha, payg'ambar alayhisalom shunday dedi. Alloh kechining 3dan birida dunyoning osmoniga tushadiganligini ishorat berdi. Dunyoning osmoniga tushib, mayyaduni ustajib lakum. Kim menga duo qiladi, men uning ijobat qilaman deydi. Qana shu vaqtlarda siz uyqungizni kecha oladingizmi? Qana shu vaqtlarda Rabbingizga qo'l ko'tarib yig'lay oladingizmi? Bugun bir kechada 1 soat yoki 15 minut Rabbining oldida dast turib, qiyamda turib, qo'lini ko'tarib yig'lay olmagan. Bugun musulmonlarning, mu'minlarning beshiga kelgan bu kulfatlarga qayg'urayolmagan, hiç etishmagan. Buning uchun Allohga yig'lab turib, ey Alloh, ma mu'min, ma musulmon qarindoshlarimizning ustidan hech bo'lmasa bizning qo'limizdan boshqa kelmaydi ekan. Endi mushu duoni o'zimiz qildik. Ma musibatni ko'tarib aytgan. Ma musulmonlarni ma imtihon sinoqlardan o'tkilin, rizqig'in deb bir duo qilmagan va buning uchun boshqa to'magan inson iymonini tekshirsin.
Çünki Peygamber aleyhisselam "Men lem yehtemme bi emril muslim feleyse minhum." Bu hadisin zayıflık içinde hem var. Ama hadisni o'ziga qaraydigan bo'lsak, Peygamber aleyhisselam dedi, kim musulmonlarning ishlariga ko'ngil bo'lmasa, ularning qatoridan emas. Biz obdan qarab boqaylik. Biz musulmonlarning holiga ko'ngil bo'lyapmizmi? Buning uchun boshqa turyapmiz. Musulmon qarindoshlarimiz nima mumkin qoldi bugun? Musulmonlar nima kunlarni beshini o'tkazyapti? Ammo siz nima ish qilyapsiz? Shuning uchun bu yerda din dushmanlari musulmonlarni yo'q qilish uchun, sizni islomdan yiroqlashtirish uchun, sizni munofiq qilish uchun, sizni kofir qilish uchun qanchalagan badal, qanchalagan tirikchiliklarni ko'ksatyapti, ammo siz uchun. Shuning uchun Alloh taolo bu oyatda vasabiru din dushmanlari sizni yo'qotish uchun qanchalik zo'r tirikchiliklarni ko'ksatgan bo'lsa, qancha chidamjon bo'lgan bo'lsa, sizlar uning o'ta chidamjon bo'lasiz. Varabitu İslam topraklarını, Müslüman rayonlarını qo'g'dash uchun har vaqt bilonlarni chimchigib kuzatib turinglar. Alloh taolo mana bu oyatlar orqali sizlar bizga shundoq bir buyuk xitobni beryapti. Davomli turda o'zimizning mas'uliyatini, majburiyatini va bugun ado qilishga tegishli bo'lgan majburiyatlar ustida ogohlantirish qilyapti. Bugun bizga haqiqatan bu qalbi nusratning yo'llari Qur'oni Karim orqali, hadis Rasul orqali ro'shan ko'rsatilgan. Shuning uchun biz gap bilan mazlum tugamiki, yig'lash, baqirash bilan bugun musulmonlarning beshiga kelgan kun o'ngshilamiki degan bu xiyolni bo'lib qolmaydi. Chuqur biz Allohning nusratiga ishimizda aytganmiz, mana bu yuqorida biz so'zlab o'tgan tamomiy axloqni o'zimizga yetildiraylik, haqiqiy chidamjon bir mu'min bo'laylik. Ham Allohga itoat qilishni sabr qila oladigan, ham gunoh ma'siyatlardan yiroq turib, ana shu gunoh ma'siyatlardan har vaqt o'zini chetga ola oladigan, har vaqt Allohning o'rinlashtirishiga, taqdiriga bo'ysuna oladigan va o'zining diniy yo'llarida izchillikni saqlab, davomli olib qarab, dadil qadam tashlab manga oladigan mana bu holatni biz barpo qilishimiz kerak. Shuning uchun mana bu sabri birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo tarafidan butun ahli islom va barcha mu'minlarga mana bu buyruq shaklida usburu buyrug'i bilan sizlar bizga berildi. Qur'oni Karimda ham Alloh taolo innalloha ma'as sabirin, mana bu sabr qiluvchilar bilan, o'zining yo'lini davomlashtiruvchilar bilan, izchillikni saqlay oluvchilar bilan kulfat, qiyinchilik, turli dishvorchiliklarga yo'liqsimi, ammo o'zining diniy xizmatini, musulmonligini, islomini, Allohga bo'lgan samimiy sadoqatini izchil davomlashtira oladigan insonlar bilan birga ekanligini Alloh taolo Qur'oni Karimda maxsus to'xtaldi. Mana shu oyatning beshiga qaraydigan bo'lsak, atiulloha va atiur rasul va la tanaza'u fatafshalu va tazhaba rihukum wasbiru innalloha ma'as sabirin. Alloh taolo bu oyatda da'vat qildi. Allohning rasuliga itoat qilinglar. Sizlar da'vatlash qilmanglar, ixtiloflashmanglar. Birsini u yoqqa, birsini bu yoqqa, hammani o'zingni bilgancha, o'zingni tushungancha bir yo'lga tortmanglar musulmonlarni. Va la tanaza'u, da'vatlash qilmanglar sizlar, ixtiloflashmanglar. deb bo'lib, siz shu da'vatlaashni qilsanglar, ixtilofni qilsanglar, nima bo'lasizlar? Fatapshadi. Mag'lub bo'lasizlar, kuchinglar ketadi sizning. Chunki birlashish masalasi shu qadar muhim musulmonga nisbatan. Agar bu birlashish butunlay amalga oshmasdan musulmonlar xonavayron bo'ldigan shu qolsa, hamma o'zi bilgan sanamga kishilarni yetaklaydigan, hamma o'zi tushunishga kishilarni yetaklaydigan, Allohning diniga emas, balki o'zi ma'lum nuqtadan to'g'ri degan yerga chaqirib, guldirlab, ma'noga sho'lab qolsa, mana nima maydonga chiqadi? Ixtilof maydonga chiqadi. Bo'linish maydonga chiqadi. Bo'linishning oq ko'rinishi ziddiyat maydonga chiqadi. Har odam o'zining bilganiga chaqiradigan narsa eng oxirida musulmonlarning safini bo'lib qo'yadi. Musulmonlarning safi bo'langan kuni din dushmanlarining musulmonlarni parchalab, sinish loqma qilib yeyitishidan iborat bo'lgan bir reallik maydonga chiqadi. Tarixda shunday bo'ldi. Hammamizga ayonki bir qacha tomoqni ulg'ichi yeyitish mumkin emas. Oldimizda turgan bir tal nonni ulg'ichi yeyitish mumkin emas. Bu nonni yeyish uchun chuqur parchalab yeyish kerak. Mana din dushmanlar bu nuqtani tushungan. Shuning uchun siz bizni parchalamoqchi bugun. Siz bizni sinish loqmaga aylantirish uchun parchalab yemoqchi. Ama siz Allah'ın buyrug'iga itoat qilsangiz, Allah'ın Rasuliga itoat qilsangiz va itoat qilish natijasida o'zingizning fikriga emas, balki Allah'ın Rasulining diniga,
Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın degeniga siz chaqiradigan, şunu yetaklaydigan bo'lsangiz, inshaalloh mana bu islom ummatiga keladigan nusrat va g'alaba ve musulmonlik keladigan haqiqiy izzat ve sha'ni shavkat shu chog'da amalga oshadi. Shuning uchun Alloh taolo mana bu oyatning o'zida sizlar datalash qilmanglar, datalash qilsanglar mag'lub bo'lasizlar, kuchingni ketadi. Va tazhaba rihukum, kuchingni ketadi. Hammangga yana aziz birodarlar, bir mashinaning odatda bir yeri chiqib ketib qolsa rolni boshqa bo'ladi. Musulmonlarning kuchi kes qanday bo'ladi? Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatning oxirida vasbiru innalloha ma'as sabirin. Sizlar sabr qilinglar. Allah sabr qiluvchilar bilan birga, chidovchilar bilan birga ve haq yo'llarga kelgan qiyinchiliklar, musibatlar, dushvorchiliklarga bardosh berib, o'zining yo'lini davomlashtiruvchilar bilan birga dedi. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ga kulfat keldi. Sabrjonlik bilan yo'lni davomlashtirdi. Yusuf aleyhissalom kulfat keldi. Sabrjonlik bilan yo'lni davomlashtirdi. Nuh aleyhissalom 950 yil ummatini islomga chaqiriq qildi. 950 yil jarayonida Nuh aleyhissalatu vesselamga ergashgan adam aron 80 dan oshdi. Ammo Nuh aleyhissalom bal qo'yibdimi? Ya belki uzun yoluna davamlaştırdı. Hazreti Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fa'budullah ma lakum min ilahin gayruh. Allah'a ibadet kılınlar, sizlarga Allah'tan başka çoğunup boysunutkan ilah yok degan bu çaqiriqni o'tirg'i chiqarildi. Peygamber aleyhissalamga nima tuhmatlarni atmadı? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni nima tuhmatlar bilan qarlamadı? Demek siz haqni deganken siz bu yolda külfat, bu yolda haqorat, bu yolda besim bor. Amma siz sabr qilishimiz kerak. Sabr qilish kiypidek tugilib, keyniniz yeni degan gap emas. Chuqur yo'lingizda davomlashtirsiz. Umidvorlik bilan yo'lingizda davomlashtirsiz. Siz bir yo'lni haqda tanlagan bo'lsangiz, bu yo'lning kulfati bor. Bu yo'lning malomati bor. Bu yo'lda siz tasavvur qilib boqmagan qiyinchiliklar bor. Siz shu qiyinchiliklarni yengib, yo'lingizda davomlashtirish va o'zingizning xizmatini izchil olg'a siljitib menish, mana bu Kur'an hadis sizlar bizga bergan sabr to'g'risidagi buyuk hukm. Shuning uchun sabr hatta islom ummati va musulmonlar sabr qila olsa, chidamjon bo'la olsa, mana bu sabrning o'zi dal shu musulmonlarning ichida Allohning buyrug'i bilan ularga rahbarlik qiladigan, ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan peshvonining chiqishidagi bu birdan bir sabab ko'rsatdi Alloh taolo. Alloh Qur'oni Karimda va ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru va kanu bi ayatina yuqinun. Ularga yetgan kulfat, ularga yetgan qiyinchilikligi, musibatligi bardosh beralisa, chidamjon bo'lsa, va kanu bi ayatina yuqinun. Ular bizning oyatlarimizga cheksiz chim tutsa, buningga haqiqiy ishonsa, biz ularning ichidan bizning amrimiz bilan, buyrug'imiz bilan ularga rahbarlik qiladigan, yetakchilik qiladigan peshvolani biz ularning ichidan qildik dedi. Bugun islom ummatiga rahbarlik qiladigan, bugun musulmonlarga rahbarlik qilib yetakchilik qiladigan peshvolar osmondan tushmaydi, zamindan inmaydi. Ayni vaqtdagi Quraysh mushriklari Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ning huzuridan payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida Hacıba bu bizga o'xshash yeydigan, ichadigan bir kishini Alloh payg'ambar qilib avatibdi. Nima uchun farishtadan payg'ambar qilib avatmadi deb har xil shaklda gaplarni qilishgan. Bugun kunda sizga rahbarlik qilmoqchi, sizni haqni deb sizga haqiqiy yetakchilik qilmoqchi bo'lgan kishilarning kamchiligi bor, yetarsizligi bor, ammo ularning ozg'ini yetarsizligini, ozg'ini kamchiligini ko'rib ham siz ularni qarlaydigan, ularni ayiblaydigan, ularni sizni yetaklaydigan salohiyatini elib tashlaydigan bo'lib qolsangiz, xiyolingizni ham aylamangki, siz duch kelgan zavollikdan qutulmaysiz. Qandaq bir millat o'z ichidan chiqqan peshvolani, o'z ichidan chiqqan diniy olimlarini qadrlamasa va ularning rolini joriy qildirmasa va ularga ergish minishning o'ziga odat qilmasa, balki ularni xarlasa, bu ummat zavollikdan qutulmaydi. Bu ummat rivojlanmaydi. Shuning uchun aziz birodarlarimiz, Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bu islom ummatining, bu musulmonlarning ichidan Allohning amri bilan, Allohning buyrug'i bilan ularga rahbarlik qiladigan, ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan peshvonining chiqishini şu milletning, şu ummatning savrjonligi va Allohning oyatiga cheksiz chim tutishiga bog'lab qo'ydi.
Allah bu ayette ularga yetken külfetlerge, ularga yetken musibet kıyınçılıklığı bardaş birelise ve kanu bi ayatina yuqinun. Ular bizning ayetlerimizga cheksiz chim tutsa ve cealna minhum a'immah yahduna bi amrina. Biz mana shu bizning buyrug'imiz bilan ularga rahbarlik qildigan, yetakchilik qildigan peshvolani ularning ichidan qildik dedi. Shuning uchun har vaqt ishimizdan bir rahbar chiqsin, bir yetakligichi chiqsin deyotganmiz. Biz cho'qim o'zimizni tamkinlikni yetildirishimiz kerak. O'zimizda tamkinlikni yetildirmay turib, biz u chiqsimi yaramas, buni mi chiqsa yaramas, hech kimni yaratmaydigan, bütün kishilarni tasqab, hamma kishilarni o'lchab yuradigan ishimiz bo'lib qolsa, mumkin emaski bizga to'g'ri yo'l ko'rsatgan peshvolining ishimizdan chiqmoqi. Shuning uchun millat o'z ishidan rahbarlarni o'zi yetildiradi. Qanday qilgan vaqtida sabrjonlik bilan, tamkinlik bilan o'zining ichidan rahbarlarni, yetakchilarni millat o'zi yetildirib o'tirib chiqadi. Biz o'z ishimizdan chiqqan olimlarimizni, o'z ishimizdan chiqqan peshvolini, o'z ishimizdan chiqqan talantli, iqtidorli kishilarni kamsindirib, balki ularning qilayotgan xizmatlariga tuzkorlik qilib ko'z yumib, biz ularni qarlab va ayblab, biz va bizga yetakchilik qiladigan odam chiqmadi, bizga peshvo o'g'idek odam chiqmadi, bizni kim yetaklar deb qaqshab zarinib yursak, mumkin emas. Osmondan tushmaydi. Bizga rahbarlik qiladiganlar osmondan tushmaydi. Bizga yetakchilik qiladiganlar zamindan ko'kda to'lab unmaydi. Balki biz ichimizdan shunday kishilarni yetishtirib chiqishimiz to'g'ri keladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu islom ummatining, shu jumladan har bir ummat, har bir millatning ichidan ularga rahbarlik qiladigan yetakchi peshvolining chiqishini sabrga va shundaqla haqiqiy ishonchga bog'lab qo'ydi. Cho'qim bizda bu narsa mavjud bo'lishi kerak. Yana Alloh subhanahu va taolo ikinci bir oyatda va in tattaqu va tasbir va in tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a innalloha bima ya'maluna muhita. Agar sizlar haqiqiy sabr qila olsanglar, taqvodor bo'la olsanglar, Allah bu oyatda yana shu chidamjonlikni, taqvolikni nimaga din dushmanlarining, mushriklarning, tajovuzchi kuchlarning yili-mikir nayranglarining, kafir kuchlarning yili-mikir nayranglarining ta'sir qilmasligiga taqvolik va sabrini bu yerda shart qilyapti. Allah bu oyatda shuni shart qilib qo'ydi. Agar sizlar sabrjon bo'la olsanglar, haqiqiy taqvolikni amalga oshira olsanglar, Allah buyurgan ijro qilsanglar, cheklaganni yansanglar, hayot yo'lingizda Qur'on hadisni o'zingizga o'lcham emas, balki Qur'on hadisning xohlaganini tanlab, xohlaganini tashlaydigan, ko'nglingizga yoqqan yana tanlab, ko'nglingizga yoqmagan yana tashlab qo'ydiganini bo'lib qolsangiz mumkin emas. Bu yergi taqvolik nima? Allah subhanahu va taolo alif lam deb boshlanib to'q va nas deb oxirlashganiga qadar ulug' muqaddas Qur'oni Karimda nimaga buyurgan bo'lsa, gerçi ba'zi amallarni o'zimiz ijro qilmagan taqdirdami, uninga to'g'ri muomala bo'lmagan, uni to'g'ri deb qarayolmagan va uninga haqiqiy chimpitib iymon aytolmagan, ham uni ijro qiladigan navbat kelganda to'g'ri ravishda ijro qilmagan vaqtimizda biz kamil mu'min bo'lmaymiz. Alloh taolo Yahud xristianlarning tabiati ve ular duch kelgan xorliq to'xtalib nima deydi? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi va takfuruna bi ba'd. Sizlar Allohning kitoblarining bir qismlariga ishonib, bir qismlariga kafir bo'lasizlar. Allohning kitoblarining bir qismlariga ishonib, bir qismlariga kafir bo'lgan kishilarning holi xidyum fid dunyo. Dunyoda xorliq dedi Alloh taolo. Mana shu Allohning kitoblarining o'zining tabiatiga, mijoziga, xarakteriga uygun kelgan, muvofiq kelgan yerlarni ching tutib, tabiatiga, mijoziga uygun kelmagan yerlarni tashlab tarkitib, uni qarlab, ayblab qo'ydigan bo'lib qolgan millatning holi nima bo'lmoqchi? Shuning uchun Alloh taolo mana bu oyatda ayni vaqtda Yahudlarga ham alaylik ayib turib, ularning holi dunyoda xorliq, oqibatda ham azobning eng qattiqi ular qaytariladi dedi. Shuning uchun biz cho'qim bu Allohning amr farmonini ijro qilishda, Allohning buyruqlarini ijro qilishda mukammal sabrjonlikni, mukammal taqvolikni maydonga chiqarishimiz kerak. Mukammal taqvolik qanday bo'ldi? Mukammal sabrjonlik qanday bo'ldi? Cho'qim Allohning tamom buyruqlarini ijro qila oladigan, Allohning butun buyruqlariga sal qarmaydigan, cho'qim uni ijro qilish tarafdori bo'ladigan ana shunday mu'minlardan bo'lishimiz kerak. Shuning uchun mana biz Qur'oni Karim qarab boqaylik.
Ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala nima dedi? Va ma kana li mu'minin va la mu'minatin iza qazallohu va rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah'ın Resulü ma haq ma batıl, ma to'g'ri ma xato deb hukm chiqargan vaqtida har qanday bir mu'min er ve mu'min ayolning xususiy ishida asla ixtiyorligi yo'q. Ha, ma yo'lda menga bo'lay. Maharam bo'lsin yeb olay. Yo'q. Allah sen bana degan yolunu ulug' muqaddas Qur'oni Karim orqali sizdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zining 23 yillik hayotida mümin musulmonlik qilishga tegishli ishlarni amaliy ravishda ko'rsatib siz bizga laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana go'zal ulgu va namunalarni qoldirib dunyodan ketib qoldi. Biz haqiqiy taqvo bo'limizda aytganmiz. Haqiqiy taqvolikni ijro qildigan, temkinlikni ijro qildigan, Allah buyurganı icra qilish yo'lida izchillikni saqlay oladigan va o'zining ibodatini davomlashtira oladigan, sabrjonlik bilan bu ibodatni davomlashtira oladigan mu'min. Bunimizda aytganmiz, mana bu oyatni kim qarab boqaylik. In tasbiru va tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Sizlar mana shu sizlarga yetgan musibatlarga, qiyinchiliklarga, haq yo'llarda kelgan musibat, qiyinchiliklar, Allah'ın buyruqlarini icra qilish jarayonida kelgan musibat, qiyinchiliklarga sabr qila olasanglar va halol haromni o'lcham qilib, o'zingizning cho'ng kichik, ulug' shoq tamom faoliyatlaringizda Allohdan qo'rqa olasanglar, la yadurrukum kayduhum shay'a. Sizlarga ularning hiylimikir nayranglaridan, din dushmanlarining hiylimikir nayranglaridan hech narsa sizlarga ta'sir ko'rsatmaydi dedi. Innalloha bima ya'maluna muhayta. Allah Teala mana bu kafirlarning, mana bu din düşmanlarının, müşriklerinin tamamı kılavatkan işlerini hemen iskence gelip kontrol ediyor. Şunun için mana bugün başkalarının her xil şekilde fitneleri, başkalarının her xil şekildeki aldırışları ve ularının yerin neyranlarına düşüp kalmasının birden bir yolu sabrı, birden bir yolu takvalık azı buradarlarımız. Bu noktanın için olaydı. Bugün biz başkalarının hile neyranları ketevatımız. Başkalarının alkınını oynap ketevatımız. Başkalarının şahmat taksını oynap ketevatımız. Biz hakiki sabırcallıkını, temkinlikini, ibadet ve amelde izçillikini ve şunun bilan birge iman itikadımızı, samimi rastçılıkını, mükemmel takvalıkını amelge aşıra algan vaqtimizda mana bularning hile neyranları asla bizga ta'sir ko'rsatmaydi. Bunu noktanı tushunishimiz kerak. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala mana bu sabrga aloqador nurg'un hukmlarni Qur'oni Karimda sizlar bizga bayon qildi. Bununla aloqador bo'lgan oyatlarni, bununla aloqador bo'lgan nuqtalarni biz bayon qilib turgan bo'lsak, bununla nayt ko'p vaqt ketadi aziz birodarlarimiz. Shuning uchun men mana bu sabrga aloqador bo'lgan mushu bir qancha oyat bilan kifoyalanaman. Şu sebepten bütün aziz birodarlarimga shu narsani xitob qilamanki, bugun bizning birdan-bir chiqish yo'limiz haqiqiy iymon va e'tiqod. İxlos va mukammal axloq va mukammal axloq degan vaqtimizda biz yuqori degandek ahdiga vafo qiladigan, kibr va takabburlikdan yiroq bo'lgan, samimiy sadoqatni o'ziga o'zlashtirgan va shundaqla haqiqiy sabrjonlik bilan yo'l tutgan. Haqiqiy sabrjonlik bilan o'zining faoliyatlarini davomlashtira oladigan, mukammal taqvolikni izchillashtira oladigan, Allohning amr farmonini ijro qilib cheklaganlardan keskin qo'l uza oladigan mana shunday mu'min bo'lish bu bizdagi birdan-bir chiqish yo'li. Shuning uchun Alloh taolo har bir mu'min musulmonga mukammal sabrjonlikni bersin. Her vaqt Allah'ın buyrug'ini ijro qilishda, Allah cheklagan yo'llardan keskin qo'l uzib yiroq turishda, Allah'ın o'rinlashtirgan taqdirlarga bo'ysunishda mukammal bardosh berib, o'zining yo'lini davomlashtira oladigan sabrjon mu'minlardan ulug' Rabbimiz hammamizni bo'g'imiz bo'lsin. Alloh taolo haqiqiy sabrjon mu'minlar